Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz metodologiyaning me'yoriy va nazariy asoslari. Reja. Birinchisi, metodologiyaning mazmuni, struktura tizimi va asosiy kategoriyalari. 2. Me'yoriy asoslarning ilmiy tadqiqotlarda qo'llanilishi. 3. Nazariy asoslarning ilmiy izlanish samaradorligiga ta'siri. Metodologiyaning mazmuni. Metodologiya ilmiy tadqiqotlarda ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va izohlash uchun foydalaniladigan tizimli yondashuv va usullar to'plami hisoblanadi. Metodologiyaning asosiy maqsadlari tadqiqot jarayonini aniq va takrorlanadigan qilish, natijalarning ishonchliligini ta'minlash va ilmiy bilimlarni kengaytirish hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarda metodologiyaning roli: muayyan masala uchun eng maqbul usullarni tanlash, natijalarni validatsiya qilish va ilmiy muhitda ma'lumotlarni taqqoslash imkonini yaratish hisoblanadi. Metodologiya struktura tizimi. Metodologiyaning asosiy komponentlari. Bu komponentlar metodologiya tizimining tarkibiy qismi bo'lib, u tadqiqotning asosiy elementlari va ularning o'zaro bog'liqligini anglatadi. Masalan, metodik yondashuv, nazariy asoslar va metodlar. Tizimning o'zaro bog'liqligi, komponentlar o'rtasidagi muvofiqlik va integratsiya muhim. Ular bir-biriga qanday bog'langanini va umumiy maqsadga erishish uchun qanday birlashtirilishini tushunish zarur. Metodologiyaning turli yo'nalishlari. Ilmiy va amaliy sohalarda turli yo'nalishlar mavjud. Masalan, empirik, nazariy, analitik va boshqalar. Har bir yo'nalish o'ziga xos metodlar va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Asosiy kategoriyalar. Metod, usul va texnika metodologiyaning asosiy kategoriyalari. Metod muammoni hal qilish uchun umumiy yondashuv, masalan, statistik yoki eksperimental metodlar. Usul, metod ichidagi aniq qadamlar, masalan, so'rovnoma o'tkazish usuli. Texnika, usulni amalga oshirishda yordam beradigan vositalar, masalan, o'lchov asboblari yoki dasturlar. Har biri o'ziga xos va farqli bo'lib, ilmiy izlanishda muhim ahamiyatga ega. Metodologiyaning amaliy qo'llanishi. Ilmiy tadqiqotlarda metodologiya statistik, eksperimental va nazariy usullardan foydalanadi. Natijalarni aniqlik bilan ta'minlaydi. Sifat nazorati, ijtimoiy so'rovlar, muhandislik loyihalarida metodologiya keng qo'llaniladi, samaradorlikni oshiradi. Natijalarga ta'siri. Ilmiy tadqiqotlarda metodologiya amaliyotda muhim rol o'ynaydi. U ilmiy va amaliy ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish. Amaliy qo'llanma misollari. To'g'ri metodologiya natijalarining ishonchliligi va aniqligini oshiradi, xatoliklarni kamaytiradi va natijalarni taqdim etishda muhim hisoblanadi. Me'yoriy asoslar, ta'rif va ahamiyat. Me'yoriy asoslar ilmiy tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega bo'lib, nazariyalar va metodlarni belgilaydi. Ular ilmiy izlanishlar uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Me'yoriy asoslar nima? Me'yoriy asoslar bu ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarda ishlatiladigan nazariy va prinsiplar to'plamidir. Ular ilmiy faoliyatning asosiy yo'nalishini belgilaydi. Ilmiy tadqiqotlardagi roli. Me'yoriy asoslar ilmiy tadqiqotlar jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki ular metodlarni tanlash, natijalarni tahlil qilish va ilmiy yondashuvni shakllantirishga yordam beradi.
Ahamiyati: ilmiy asoslar sifatida me'yoriy asoslar tadqiqotlarning ishonchliligi va samaradorligini oshiradi. Ular nazariy va amaliy rivojlanishni ta'minlaydi. Misollar va ta'sir. Masalan, fizikada Newton qonunlari, iqtisodda esa talab va taklif qonunlari me'yoriy asoslarga misol bo'ladi. Xulosa: me'yoriy asoslar ilmiy izlanishlarning poydevori hisoblanadi. Ularni tushunish va to'g'ri qo'llash ilmiy rivojlanishni ta'minlaydi va metodologiyaning muhim qismi hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, metodologiya ilmiy tadqiqotlarning muhim asosi, uning mazmuni, struktura va kategoriyalarini tushunishga muvaffaqiyat beradi. Nazariy asoslar ilmiy izlanishlarni yo'naltiradi va natijalarni shakllantiradi. Ularning turlari klassik, zamonaviy va amaliy nazariyalardan iborat hisoblanadi. Me'yoriy asoslar etik, estetik va ilmiy prinsiplarni o'z ichiga oladi. Ular tadqiqot natijalariga ta'sir qiladi. Ilmiy tadqiqotlarda metodologiya, me'yoriy va nazariy asoslarning samarali qo'llanishi muvaffaqiyatga erishishga muhim rol o'ynaydi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.